kelin pasha. Mana sizga naskicha oldim. Voy, rahmat oyijon, xursand bo'ldim. Bilsiz bilarsiz. Oyijon, uyda go'sht qolmabdi. Ha, endi qolmaydi-da, sizga naskicha olgandan keyin. Uni nima aloqasi bor? Anta dadajoningizni miltiqlarni olib chiqsangiz, yashab tozalasangiz, o'polga chiqamiz-da, ayg'imi, jirafni olib kelib, o'sha ovqatingizni. Oyijon, to'q o'chib qopti. Ha, endi sizga naskicha olgandan keyin svetga pul to'lamadik-da. Sham yoqamiz endi nima qilardik? Oyijon, Gap qaytarmang. Boring, bozorga tushing, fonni solib chiqing. Mashinaga bir shapcha qilsak zo'r chiqardi-da. voy, qildiringli zo'r chiqadi oyijon. Yo'q, endi qildira olmaymiz. Sizga naskicha oldik, yana so'yib qolmaslik uchun. Sotamizmi paypog'immi? Kelgani arzonga ketadi o'rgiling. Ya, issiq suv yo'qmi? Issiq suvimizni puli tugagan, o'chib qo'ygan. Ha, chop gazga suv qaynatib kiyma qo'lim yuvaman nima qilib. Gugurtimiz ham tugagan. Kelinga naski olmaganda shuncha narsamiz bitardi. Yo, senga paypoq olib nima gap bor endi? Oyijonga ham hayronman, nuqul paypoq olib berganlarni yuzimga solaveradilar. Olsin, siz 2 kunga chidolmadingiz. Mana 3 yil oldin olib bergan paypoqlar